Bugungi kunda ta'lim sifati har qanday jamiyat taraqqiyotining eng muhim mezoniga aylanib bormoqda. Zamonaviy bilim, amaliy ko'nikma va innovatsion fikrlashni uyg'unlashtira olgan yoshlar ertangi kun poydevoridir. Oliy ta'lim muassasalarida yaratilayotgan sharoitlar, malakali professor o'qituvchilar tajribasi hamda nazariy va amaliyot integratsiyasi esa bu jarayonning asosiy omili bo'lib xizmat qilmoqda. Astraxan davlat texnik universitetining Toshkent viloyatidagi filialida iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi bo'yicha kechki ta'lim shaklida tahsil olgan talabalar uchun tantanali bitiruv marosimi bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz Robiyaxon Asrorova tafsilotlar bilan. Bir necha yillik izlanish, tinimsiz mehnat va mas'uliyat sinovlaridan so'ng bitiruvchilar hayotidagi eng unutilmas lahzalardan biri yetib keldi. Marosim avvalida davlatimiz madhiyasi yangradi, so'ng filial rahbariyati tomonidan tabrik so'zlari bildirildi. Tadbir davomida sahnada talabalar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar, samimiy tilaklar va ustozlarga minnatdorlik izhorlari yangradi. Bu esa marosimga o'zgacha ruh va iliq muhit bag'ishladi. Avvalo barcha bitiruvchilarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Sizlar ayniqsa murakkab yo'lni bosib o'tdingiz. Kechki ta'lim shaklida o'qish, ish faoliyati, oilaviy mas'uliyat va darslarni bir paytda olib borish katta matonat talab qiladi. Sizlar bu sinovlarni munosib yengib o'tdingiz va bugun o'z mehnatingiz samarasini qo'lga kiritdingiz. Shuni alohida ta'kidlashni istayman. Bu diplom yakun emas, balki yangi bosqichning boshlanishi. Erishilgan natija bilan cheklanib qolmang. Oldingizda yanada katta imkoniyatlar bor. Agar bilimingizni yanada chuqurlashtirishni istasangiz, biz sizlarni yana o'z safimizda ko'rishdan mamnun bo'lamiz. Tadbir davomida so'z navbati bitiruvchilarga berildi. Ular talabalik yillaridagi izlanishlar, orttirilgan tajriba va kelgusidagi rejalar haqida fikr bildirishdi. Mana 4,5 yil deganda kechki ta'limda o'qib bitiribmiz. Diplomlarimizni mana oldik. Ta'lim bilimda, ta'lim tarbiya najotda hisoblanadi. O'sha sababdan bizga ta'lim bergan o'qituvchilarimizga ming rahmat aytamiz. Talabalik davrida ajoyib taassurotlar, emotsiyalarga boy bo'ldi. Yaxshi talabalar kursdoshlar nasib qildi. Tadbirda mana bizga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Hammamiz kelajakda ishonchlarni oqlashga harakat qilamiz kelajakda. Quvonchli onlar, esdalik suratlari va samimiy tilaklar bilan boyigan ushbu marosim bitiruvchilar xotirasida unutilmas sahifa bo'lib qoladi. Ularni endi yangi sinovlar, katta rejalar va mustaqil hayot sari dadil qadamlar kutmoqda. Robiyaxon Asrorova, Jahongir Qosimov, Yoshlar.